Mati, uydamisan? Ha, qishloqqa nima bo'ldi? Qara, ko'chada salyut otishyapti. Qana qayerda qishloq? Qayerda ochyapti? Nima bu bomba-ku? Yo'q, qishloqqa nimalar qilyapsan? Voy, yaramas. O'chir buni, yaramas qishloqqa. Men qishloqiman. Kechasi bilan qo'shiq aytaman, yo'q. Mana shu yerdan water drop qila olamanmi qishloqqa? Nechinchi darajadasan? 3-daraja. Ha, unda qila olasan. Darajada nima ahamiyati bu? Shunchaki darajang ko'pasa duxing yetmaydi. Qara water dropda sakradim. Wow! Bittagina blokchaga water drop qilib oldim. Qara, mana shu yerga tushishimning ehtimoli o'zi qancha edi? Nimaga water drop qilasan? U yerda qayiqda tushmoqchi edik-ku. Sen qayiqda tushaver. Men bo'lsam bu yerda ko'mir kavlab turaman mashalalarga. Qishloqqa qo'nyapti, joyni bo'shatinglar. Bu yana nimani to'shaydi? Qishloqqa bo'lovli sharoit paskan. Bu senga juda ham katta kuch berar ekan. Shunaqa bo'lsa ham baribir seni tekshirib ko'ramiz. Seni tekshirib ko'ramiz. Yo'q arkan ham. Hozirroq menga ham yasa. Senga ham yasaldi. Men ushla qishloqqa. Men baxtiyorman, men xursandman, men baxtliman. Bunaqa darajoyim hamma yo'q bo'laman. Keyingisi bizda damlama ishlab chiqaruvchi uy hayvoni. Yasashni boshladik unda, olg'a. Aytildi, yasaldi. Tayyor. Yana oltin mervar qishloqqa. O'zing olsang o'lib qolasan, qilib jo'ra ketadi-ya, boshqatdan yoqib qo'yardi shu kraftini. Yordam berib bo'lib qolmading, to'g'rimi? Va 20 ta uy hayvoni uchun achifga berishdi va Zimugurist degan achifga berishdi. Sen ham ol. Menga 20 ta uy hayvoni uchun achifga berishmadi. Yarrimasi menda berkitgan saqasdi uy hayvonni. Menga bermagansan, menga berishmadi. Yovuz. Oh, mana damlama berdi. Qara, jon to'ldiradigan damlama. Oh, tuzaldik. Men kasalmasdan e'tiboring uchun. Ha, bo'ldi, tushunarli. Uni yasash uchun loyiham qo'shib yuborish kerak. Endi bo'lsa hammasi bor, bemalol yasab tashlasak bo'ladi buni va olamiz. Zo'r. Endi buni nimani o'rniga qo'yadi? Joy yo'q har doim beri. Qishloqqa qo'limdagi garrini ishlatish vaqti yetib keldi. Hozir uni ishlataman. Nima? Bunisi garriligini qayerdan bilding? Yo'q, jundolar yana kim bo'ldi? Qani, salomlashib qo'yinglar chamakinglar bilan. Nima meni urasan? Ular meni otyapti, meni qutqar. Bular meni yangi qo'riqchilarim. Bildingmi, qishloqqa endi oldimga kelganda sal ehtiyotroq bo'lasan. Mana shular qo'yib tashlaydi. Ana, yorib ketyapsan endi. Bu g'ijir poylaring hozir hammayoqqa yo'q boradi-ku, yo'qqa bulardi. Yo'qqa chiqib olib, biz endi qanday tushamiz? O'tdi. Nima cho'kyapti? Qoch. Hayot, biz seni hech qachon unutmaymiz. Nimaga 4 ta obsidianni kallab qochib ketdi? Qolgan 6 tasini katta xonang kovlaydi. Bittasi qolib ketibdi mana bu yerda. Bu qishloqqa senmisan? Men seni qishloqqa oddiysi deyapman. Nega sen legendarnisi? Mana bu yerdan chiq. Yo'q, men tarafdan chiq. Ha, mayli, men taraf o'ynab xafa bo'ldi, lekin men ham xafa bo'ldim, lekin. O, ko'z oldimda golem paydo bo'ldi. Bu hali temir fermasi ham bo'ldi. Endi bemalol temir haqida o'ylamasak ham bo'ladi. Nega shunaqa gapirasan? Bo'ladi. Bunday gapirsang piqillab joni ketar bu galemga o'xshama. Men seni g'alati gaplaring haqida boshlamay. Meni legendarlik gaplarimga til tekkizma. Biz bu galemni hech qachon unutmaymiz. Rostdan. Qarab o'masan, men kelasi videoda so'rayman sendan. Mana shu galem esidami deb. Agar esni olmasang, kaltakchani yeysan. Bo'ldi, mana shuni o. Ko'zga ko'raman, kimdan olganingni hech kimga aytma. Men seni tanimayman, sen meni tanimaysan. Orqadan kelib qo'shtirib ketishmaslik uchun bu yerni yopib qo'yish kerak. Yo'q, bo'ldi, tamom. Yo'q, bir yarimta jon. Lavani olib qo'yamiz hech bo'lmasa. Endi bemalol kovlashda davom ettirish mumkin. Bu chuqurda qara. Qishloqqa o'sha yerdamisan? Nimalar qilyapsan? O'lyapman deb baqirdim-ku, men ham eshitdim. Shunga chiqishing uchun mana shu yerdan qayiqli sakrar joyi qilaman, keyin suv qo'yib qo'yaman. Buni usti. Shunaqasi ham bo'ladimi? Birikti hayvonlarni
yasash uchun obsidian kerak bo'ladi. Nezerga borish ham. Unda men ishga kirishdim. Men o'ylashimcha, o'ntasi hozircha yetib qoladi. Uyimizga maxluq topilyapti. Artibusiya buni sen maxluq deb o'ylabman. Qo'rqinchlisini. Mayli, olib kelgan narsalarni sandiqqa solay. Voy, g'ijim, voy Napoleon nima qilding? Bazamizga ham yo'q qilding, men ham yotog'imda yo'q qilding. Qaysi ko'rda paydo bo'ldi, vijdonsiz g'ijim. Ko'plik qurib o'tirasanmi, sakramaysan mablag' qasdani. Chiqishga qulay bo'lsin deyapman-da. G'ijim, nima qo'lingdagi ketmonmi? Sen o'zing bilan ketmon olib yurasanmi? Har bitta qishloqni o'zi bilan ketmon olib yurishi lozimdir. Qishloqqa yurish. Endi biz boymiz, bularni qara ko'pligini. Sodiqni olsak, baza qochib qoladi. Voy xudoyim, shuncha narsalar. Qara lavan ustida yuribman. Ona bola tarakan, uyimizda bor ekan. Yo'q.